Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Ancha vaqt bo'libdi uyimdan turib video olmaganimga ham. Inshaalloh bugungi videomiz KP testiga ro'yxatdan o'tish haqida bo'ladi. Ya'ni siz KP Savetonga program darslarini eshitib bo'lganingizdan keyin albatta testga kirishingiz kerak yokida hali darslarni eshitmagan bo'lsangiz ham qanchadir darajada sizni bilimingiz koreys tilida bo'ladigan bo'lsa, 0-bosqichdan boshlashni xohlamagan holatingizda albatta qobiliyat testini topshirishingiz kerak. Shu testga topshirish uchun siz qayergadir albatta registratsiya qilishingiz kerak. Shu joy qayerligini bugun inshaalloh ko'rib chiqamiz. Demak, bu KP test sayti bo'ladi. Bu saytda ham oldin ro'yxatdan o'tish kerak. Ko'pchilik bu saytda qanday qilib ro'yxatdan o'tish kerakligini bilishmaydi. Ko'pchilik shu savolni bergani uchun bugun bu videoni olishga qaror qildim. Inshaalloh video iloji boricha qisqa qilishga harakat qilaman. Qani unda videoni boshladik. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda biz kompyuterimizda Chrome'ga kirib olamiz. Chrome'ga soshinet.go.kr saytini yozamiz. Demak, bu sayt qanday sayt edi? Bu bizni Savetonga program, ya'ni KIP ni darslarini eshitishga ro'yxatdan o'tadigan saytimiz hisoblanadi. Albatta bu saytda ro'yxatdan o'tishimiz kerak birinchi o'rinda. Agarda bu saytda ro'yxatdan o'tishni bilmaydigan bo'lsangiz, bundan oldingi videolarimiz bor. Bemalol kirib, qanday qilib ro'yxatdan o'tish kerakligini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Demak, biz Soshinet saytidamiz va bu yerda ham login qilamiz. Demak, bu yerda loginimiz, ID'miz o'sha oldin tayyorlagan ID'miz bo'ladi va Pimilbono paroli ham bo'ladi. Bizda tayyor o'zi chiqqani uchun loginni bosamiz. Siz kiritasiz albatta. Loginni bosadigan bo'lsak, bizga bu saytga kirganligimizni tasdiqlashadi va biz endi KIP test saytiga shu saytni ichidan o'tamiz. Demak, ekranda ko'rinib turgan Savetonga programni bosadigan bo'lsangiz, pastida shu narsalar chiqadi. Demak, bularni yurg'izasiz va Pyonga Shinchong degan joyni bosasiz. Pyonga Shinchong degan joyni bosadigan bo'lsangiz, o'zi aytadiki, agar siz Pyonga Shinchongga ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, ya'ni siz endi KIP ni masalan tugatdingiz. Endi tugagandan keyin yakuniy imtihonga kirmoqchisiz yokida shunchaki hali imtihonni tugatmadingiz, o'zingizni umuman darslarni eshitmagansiz, o'zingizni qobiliyatingizdan kelib chiqqan holatda qaysidir bosqichdan o'tmoqchi bo'lsangiz ham albatta test qilishingiz kerak, ya'ni testdan o'tishingiz kerak. Shuning uchun ham albatta shu saytga kirishingiz kerak. Ya'ni bu sayt boshqa kiptest.org. Demak, endi bilamizki, biz Savetonga program, ya'ni KIP darslariga ro'yxatdan o'tish uchun Soshinet emas, boshqa sayt ro'yxatdan oldin o'tib olishimiz kerak. Demak, bu yerni biz o'qib chiqamiz va pastida Tongyi Hamnida, ya'ni ma'qullayman degan joyini, roziman degan joyini belgilaymiz va Shinchong degan joyini bosamiz. Shinchong degan joyni bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, endi bu sayt Soshinet emas, bizni boshqa saytga olib o'tdi. Ya'ni bu qaysi sayt ekan? Bu yerda ko'rishimiz mumkin. kiptest.org saytiga olib o'tdi. Demak, endi biz ham bu saytda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ko'pchilik bu saytdan hali ro'yxatdan o'tishmaydida, Savetonga program saytidagi ID'lar bilan parollarni bir xil kiritib, nimagadir xato bo'lyapti deb aytishadi. Albatta xato bo'ladi, sababi bu kiptest.org bu boshqa sayt. Soshinet boshqa sayt. Birinchi o'rinda Soshinetda ro'yxatdan o'tdingiz-ku, Hwewon kayib qilib. Endi bu saytda ham xuddi shunday qilib, Hwewon kayib qilib ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Demak, bu saytda ham ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Pimilbono deyilibdi. Demak, bu parollari. Parollari nargi Soshinet bilan bir xil qilib kiritsangiz bo'ladi. ID'ni ham, parollarni ham bir xil qilinsa bo'ladi. Ko'pchilik shuni ham so'raydi, parolni boshqacha qilishim kerakmi deyishadi. Yo'q, bir xil qilsangiz bo'ladi. Demak, parollarini bu yuqoridagi mana ID, ism va ID karta raqamlari o'zi avtomatik tarzda o'tadi. Demak, ularni albatta kiritmaysiz, qo'lda kirita olmaysiz ham. Demak, Pimilbono deyilgan joyiga boshqacha qilsangiz ham bo'ladi, albatta, lekin siz adashib qolmasligingiz uchun, bizga yanada qulay bo'lishi uchun o'sha Savetonga program, ya'ni Soshinetdagi parol bilan bir xil qilsak bo'ladi. Demak, bu yerda shartida nima deyilibdi? Yongmun sutcha tiksu munjaril poamamyo deb deyilibdi-da, ya'ni
alifbo harflari, raqamlar va tiksiq munja degani bu o'sha mana u dollar belgisi, rishotka, kuchukcha belgilar shulardan foydalangan holatda, ya'ni 3 tasidan foydalangan holatda 8 tadan 20 tagacha bo'lgan belgidan foydalanishimiz kerak parol qo'yish uchun. Demak, biz yangi parol qo'ymaymizda o'sha eski Soshinetdagi parolni kiritamiz. Demak, kiritamiz. Parol bu hozir ko'rsatayotganim bu ukamni profili. Shundan foydalanib, ko'pchilikga foydali bo'lib qolishi uchun qo'yyapman. Parolini raqamlardan iborat qilib juda qiyin qilib qo'ygan ekan. Raqamlar, sonlar. Demak, hozir kiritamiz. Topish ham qiyin bo'lyapti. Hop. Demak, parolni kiritdik. Chuso deyilgan joyga manzilimizni kiritamiz. Manzilga endi o'zimnikini kiritib turaman. Hop. Manzilni kiritib, qidirishni bosadigan bo'lsak, ya'ni enterni bosadigan bo'lsak, bizga manzilimizni ko'rsatishadi. Demak, shuni pastdagisini bitta bosamiz. Bosadigan bo'lsak, bizga bu yerda manzil chiqadi. Sanksiya Chuso degan batafsil manzil, ya'ni qaysidir bino nomini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, biz bu yerga nima deb yozamiz? Ilching deb qo'yaylik, 1-etaj. Xo'p, endi bu yerda telefon raqamimizni kiritishimiz kerak. Telefon raqami albatta ishlayotgan va koreys nomeri bo'lishi kerak. Sababi sizga parol keladi va siz uni tasdiqlashingiz ham kerak bo'ladi. Demak, Hudepon Bono deyilgan joyiga nomerimizni kiritamiz. 82 bilan yozishingiz shart emas, 010 deb boshlasangiz bo'ladi. Demak, siz nomerni kiritganingizdan keyin injing degan joyi bor. Injing degan joyini bosasiz va siz bosganingizdan keyin sizga parol boradi. Demak, bosamiz. Parolingiz muvaffaqiyatli jo'natildi deb SMS keldi. Demak, biz olgan parolimizni yana pastga kiritamiz va u yerda injing value degan joyi bor. Ya'ni tasdiqlashni tugatish degan joyini bosamiz. Bosadigan bo'lsak, injingil 성공 했습니다 deyapti. Ya'ni tasdiqlashni muvaffaqiyatli amalga oshirdingiz. OKni bosamiz. Demak, endi bu yerda Kukchok deyilibdi, ya'ni millatimiz qaysi millat? O'zbekistonni tanlaymiz albatta. O'zbekiston mana bosdik va Cheryu Chagyok yashash vakolatingiz qaysi vizadasiz ya'ni? Demak, ukam qaysi vizada? D4 da hali. Va bu yerda demak shu KIP test saytida keladigan qandaydir yangiliklarga rozimisiz kelishiga deyilyapti. Bu yerni tanlasangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz agar qandaydir xabarlar kelib meni bezor qilmasin deydigan bo'lsangiz, tanlamasangiz ham bo'ladi. Va bu yerda endi Chojang degan joyini bossangiz bo'ladi. Bosadigan bo'lsangiz mana bu yerda tepada chiqyapti. Hyon Kaibe 성공 했습니다. 성공 했습니다 deyapti. Ya'ni ro'yxatdan o'tishda muvaffaqiyatli o'tdingiz deyapti. Demak, OKni bosamiz. Endi OKni bosadigan bo'lsak, no thanks. Xo'p, endi bizga yana login qismidan boshlanyapti KIP test saytida. Demak, IDimiz o'sha ID Savetonga program, ya'ni Soshinetdagi bir xil. Endi pastiga o'sha ya'ni yana bir xil o'sha parolimizni ham kiritamiz. Parolimiz Parolimizni kiritdik va bu yerda mana bu yerda berilgan puan munjani ham kiritishimiz kerak, yuqoridagi bilan bir xil qilib. Va bu yerda login degan joyini bosamiz. Login degan joyini bosadigan bo'lsak, mana
Endi bizni o'sha KIP test saytida ham qandaydir o'zimizni akkauntimiz, ya'ni profilimiz endi bor. Endi bu yerda mana ko'rib turganingizdek imtihonlar chiqyapti. PBT Sajonpyonga, Chunganpyonga, PBT 12:23 dan 12:27 gacha bo'lar ekan. Bu yerni bosadigan bo'lsak CBT imtihonlari demak oxirgisi 12:09 da tugabdi. Inshaalloh keyingi videolarimizda yana bir marta balki CBT yoki PBT larga qanday qilib ro'yxatdan o'tish kerak, qanday qilib pul to'lash kerak, shular haqida ham video qilamiz. Agar shular haqida ham agar sizga video ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Mana bu yerda endi ko'radigan bo'lsang, Sajonpyonga o'zi nima, Chunganpyonga nima, Cho'ng'apyonga nima, shular haqida ham ma'lumotlar bor. Bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Qandaydir test bo'ladigan sanalar, yangiliklari ham shu Kongji Sahang qismida bo'ladi. Bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz haqqimizga duo qilib qo'ying. Alloh ilmimizni ziyoda qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.